Toshkent davlat texnika universitetida innovatsion texnologiyalar asosida sanoat iqtisodiyoti va menejmentini optimallashtirish zamonaviy yondashuvlar mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Xalqaro konferensiyada mahalliy va xorijdan tashrif buyurgan olimlar, professor, o'qituvchilar, doktorantlar, mustaqil tadqiqotchilar hamda 20 dan ortiq korxona va tashkilot vakillari ishtirok etdi. Ular sanoat sohasidagi innovatsion yechimlar, texnik va texnologik jarayonlarni boshqarish hamda jahon tajribasini amaliyotga tatbiq etish masalalari yuzasidan o'z ma'ruzalari bilan chiqish qildi. Bu anjumanni o'tkazishimizdan maqsad hozirgi kunda mana shu sanoat sohasidagi muammolarni, dolzarbligini ko'rsatish, O'zbekistondagi sanoat tarmoqlarini eng muhim muammolarini ko'tarib chiqish va unga zamonaviy yondashuvlar orqali yechim topishdan iborat. 5 yo'nalish orqali o'zimiz ilmiy izlanishlarimizni olib boryapmiz. Bu mana shu yo'nalishlardan alohida yashil iqtisodiyotni ta'kidlab o'tmoqchimiz. Mana bizani bu yilgi yilimizni nomini ham muhtaram prezidentimiz atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb ta'kidlaganliklari bejizga emas. Mana shu atrof muhitimizni asrashimiz kerakligini va mana shu yo'lda yashil iqtisodiyotni o'rni qanchalik muhim ekanligini va mana shu yashil iqtisodiyotni tatbiq etishda iqtisodiy instrumentlardan qanday foydalanishimiz kerak ekanligini talabalarimiz bilan ilmiy jihatdan yondashgan holda mana shu anjumanimizda muhokama qilyapmiz va mana shu soha mutaxassislaridan maslahatlarni olib tajriba almashmoqdamiz. Shuningdek, konferensiyaga 300 dan ortiq ilmiy maqolalar kelib tushgan. Ularda sanoat iqtisodiyoti va menejmentiga oid nazariy hamda amaliy izlanishlar, ilmiy ishlanmalar va ularni amaliyotga tatbiq etish haqida fikrlar bildirilgan. Eng yaxshi maqola, ilmiy ishlar mualliflari va faol ishtirokchilar maxsus sertifikatlar bilan taqdirlandi.